Nozimani onasi Feruz opani Koreyada ichkariga olib kirib ketishib 4 soat davomida tergov qilishgan. Давайте подробно tushuntirib beraman. Feruz opani vizasi 3-4 kun oldin chiqqan edi. Fakat hech kimga aytilmayotgani sababi juda ham ko'pchilik insonlar tomonidan Feruz opani bloger Avaz bilan ko'rishtirib qo'yishga, gaplashtirib qo'yishga harakatlar bo'ldi. Agar bular ko'rishganda edi, katta ehtimol bilan bloger Avaz tomonidan u roza bo'lib yoki pul beraman deb xullas bu ishni yopti qilishga harakat bo'lardi. Shuning uchun hech kim kutmagan vaqtda Feruz opa Koreyada paydo bo'ldi. Lekin Feruz opa, uni oldidagi advokatlar, hattoki adolat uchun kurashayotgan ba'zi bir insonlarni ichkariga olib kirib ketib 4 soat davomida tergov qilishgan. Tergov natijasida shu narsani tushunish mumkinki, oldindan Nozimani o'zini osgan deb topib, ishni yopti qilishmoqchi bo'lganini tushunib yetdik. Sababi juda ham ko'p savollarga suddagi ekspertlar javob bera olmagan va menga yetib kelgan ma'lumotga ishonadigan bo'lsak, video yozuvlar yo'q. Bundan tushunsak bo'ladiki, nimadir не то. Va shu narsani tushunib yetdimki, adolat qaror topishi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lsa ham Feruz opani duo qilib turinglar, sababi yolg'iz ona o'zini qizini nomini oqlash maqsadida begona yurtlarda yuribdi. Bizga chiqqan protiv insonlar bo'lsa, necha yillardan beri Koreyada yashashadi, местный bo'lib ketishgan, tanish bilishi bor va ular juda ham ko'pchilik. Shuning uchun opamizni duo qilib tursanglar, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.